G'ayratjon, mana qara. Agar yutasan-ku, seni o'zim spa salonga boraman. Yutmasang bo'lmaydi, yutishing kerak, qaymi? Sardor, yorishimiz kerak. Qarzi bo'lmasa to'lash kerak bo'ladi. Agar yutqizsak, o'zing to'laysan qarzni. Tushundingmi? Ha, men senga ishonaman. Ha, 100%, 2000. Bu qanaqa urush bu? Urushga o'xshamaydi bu sport. Ha, bu o'zbek milliy raqs-ku. Ya hozir yomon urishadi, lekin Hoji aka zo'r, ana shu siz xato qilmadingiz. Ishqilman albatta menga tushirmasalaringiz sanda. Ishlari ishtondan tortari yo'q. Tushundinglarmi, ha? Qani, davay jang. Ha. 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 Flawless victory. Ye, to'xtaydi. G'ayratjon, mana qara. Unaqa qilib ishtondan tortmagin, shuning faqat qo'l bilan tak, qora belbog'im bor edim-ku, ham. O'sha unaqa qilmayman, hozir nosim qilaveray ham. Ana, unaqa qilari yo'q. Faqat shu. Kayf beradi bu senga, hozir kuching ko'paydi. Bu Eplaysan, shogird. Yana kamina qoldi. Ya bu zo'r bu. Senga doping bo'ladi, doping. Yo'rtasan hozir ana shuni, jo'rasan. Men ishonaman senga. 2000 emas, 200 ming beraman. Bo'ldi, 2000 beraman. 1 2 3 boshladik bolalar. Ha. Bismillah. G'ayratjon. Yo'q, G'ayrat, tur. Shogird, yording. Senga pul berish kerakmidi? Ha, bo'ldi. Men laz. Men senga aytdim, beraman dedimmi? Mana 2000 so'm. Mana, bu sening ish haqqing bu. Ustovo, bunaqa Rozi bo'lasan. endi bu xarakteringizda, ya'ni ikkinchi shogirdimga qilsangiz yaxshi bo'lar-da. Bunga endi o'zingiz tovuq tupuqimi, nos-posini olsangiz bo'ladi. Sizga bitta shart bor. Ustovo, meni yaxshi ko'rgan qizim bor. O'tgan safar ham aytdim. Ha, ko'rdim. G'ayrat lekin sal to'g'ri kelmaydi senga. Yo'q, unaqa noto'g'ri o'ylamay, u g'ayrat emas, u qiz bola, u boshqa u rol o'ynayotganda bu g'ayrat. O'shanga uyiga sochib qo'yish kerak. Erkak kishini qo'ymayapti. Ayol kishini rolini o'ynab bersangiz, iltimos, yaxshilik uchun bu. Endi hozir bir kam ayol berishim qoladi. Siz jinnimisan? Yo, siz ayol bo'ling demayapman. Siz rol o'ynab bering, uylanishim uchun, iltimos. 1 oy lekin ishlab beraman. Bo'ldi, 2 oy ishlaysan, men qilib beraman. Bo'ptimi? Xo'p. Bo'ldi. Gap. Bu. Xo'p, xush kelibsizlar. Nima xizmat? Endi Ahmadjon aka, mening ismim Ko'rpacha Bonu. Shu desangiz, o'zim ayol boshim bilan shu ikkita bolamni katta qildim. O'g'limni uylantiraman deb shuncha joyga bordik, hech qaysi yoqmadi. Shu sizning qizingiz bor ekan, shu davrog'ini eshitib keldik. Shunga 2 yoshni bir oshini bitta qilib qo'ysakmi deb siz oldingizga keldim. Siz ham bevamisiz? Tushunaman. Siqilmang. Men ham 10 yildan beri xotinsiz bitta qizimni o'zim katta qilib, o'zim parvarishlab qarayapman. Tushunaman, siqilmang. O'zim sizga qalqon bo'lib beraman. Bu qizingiz kasalmi? Boyadan beri deb kulaveradi. Yo, bu salgina shunaqa tutqanovi bor-da. Buni e'tibor bermang, bu o'zi yaxshi qiz. Shu desangiz, qizingizni Sardorjonga bersangiz, o'zi baxtli qilardi. Roziman, faqat bir shartim bor. Oldingizda men turaman mana. Qizingizni ham turmushga chiqaramiz, o'g'lingizni ham uylantiramiz. Faqat siz yonimda bo'lsangiz bo'ldi. Uylantiraverding, gapingga tushunmayapman. Nimasini tushunmaysiz? Siz ham bevasiz, men ham bevaman. Nimasini tushunmaysiz, Ko'rpacha Bonu? Endi Ahmadjon aka, uni iloji yo'q-da endi. Nimaga iloji yo'q? Chunki iloji yo'q-da, tushunmayapsiz-da. Bu hayotda hamma narsaning iloji bor, o'limdan boshqa hamma narsaning iloji bor. Iloji yo'q, chunki men erkakman. Jonga tegdingiz. Qarang. Bu ham erkakmi? Bu ham erkak. Mana sochi yo'q, kal, bu kal. Yo'qol.